Savol ko'pchilik aldanib qolyapti kraska bo'yicha. Nima qilamiz aka? Qanaqa maslahat beramiz? Birinchidan aldanib qolsa o'zini aybdor bilsin. O'zini. Xo'p. Chunki ustaga tekshirtirmaydi. Ko'pchilik labzga ishonadi. Aha. Hozir hech kimga ishonish kerak emas. Meni fikrim, men oldin u fikrda emas edim, bozorga chiqib shu fikrga keldim. Masalan, 10 minglik mashinalarda misqollab yig'adi, pul topish oson emas Botir Musayev. To'g'risida, tem bo'lana taksi qilib, bank qilaman, bu qilaman, men ularga to'g'ri maslahat beraman. Avvalasi olma, bitta mashinadan pul topadigan bo'lsang, bank olma, baraka topib ko'r. Endi ko'pchilik ustani ham sotib olyapti aka. Ko'ryapti. To'g'ri, menga ham keladi. Mana shu bugun ertalab ham bo'ldi. Bunday qilyapti. Ketdi yetalab kliyentni. Shunday. Men o'sha ustaga mana shu mashinani 13800 dedim-mi? Masalan, beraveraman 13800. Unga $100 berib 14 mingga sotsam ham bo'ladi. Chunki uni ustoz sotilib bo'lindi. Ustoz sotib bo'linganda. $100 chiqarasiz, men yana $100 qiymatiga sotaman. Shunday. Men kerak emas. Menga agar $100 so'ragan odam bo'lsa, men sotaman uni. Men ishlaydigan shunday xiyonat qilyapti deyman. Podpiska laykni bosinglar, shunday erinasizlar, shunday bosib yuboringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shoshmang. Reklama deb o'yladingiz-a? Yo'q, aslida bu reklama emas, shunchaki tavsiya. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborayotganingizda komissiya ushlab qolishlari joningizga tegdi. Unda sizga Tezda ilovasi kerak bo'ladi. Tezda ilovasi bilan siz Rossiyadan O'zbekistonga Uzkart va Humo kartalariga hamda O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Tezda sizning tejamkor va tezkor hamrohingiz. Rustam aka, nima yangiliklar? Qani Botir Musayev obunachilar, assalomu alaykum. Yangilik ko'p. Yangilik ko'p. Faqat mana oq 23larni taxlab tashladigan. Oq 23 emas. Mana bu o'tgan safargi egadan deganim. Biroz shashtidan qaytgan hozir. Mana. Qo'liklari bor ekan. O'tgan safar qo'yganmiz buni. Qo'yganmi? 15 ming deb qo'yganmiz. Egadan-da bu. Egadan. Meni so'kish kerak emas, bu o'zi bilan gaplashiladi. Men umuman aralashmayman bunga. Prosta meni oshnom bu. Tanishim. Tanish, to'g'rimi? Bu safar ana 14,5 ga ko'ndirdik buni. 14,500 so'ralyapti. Bu o'zining nomerini yozing. 93lik 282 99 99. İsmi Muzaffar, Egadan. 93lik 282 99 99. Metangaz ham bor ekan. Mana keyingisi. Kraskasi qanday bu Rustam aka? Top-toza. Metangazini o'zi uchun qo'ygan-da. O'zi uchun qo'ygan. Tushunarli. Bu 23. Xo'p. Benzinlik. 4 ta balon yap-yangi. Yangi 4 ta balon. 65lik. Mana olsun. ABS. 65lik buni baloni. Mana monitor qo'yilgan, dominant. Chexol yangi o'zim taqib qo'ydim. Qanaqa 3 millionlik chiqollardan emasmi bu? 400 ming so'm, qayerda 3 millionlik? Men 3 millionlik chiqol ko'rmaganman hech. Ko'pchilik 3 millionlik deb beryapti. Aytsa aytaveradi-da. Bormi shunaqasi? Men o'zim zapchastchi bo'laman. Men unaqa 3 million, 4 millionlik chiqol ko'rmaganman. Baraka topdi. Mana. Balonlar yangi qo'yilmagan. Polik o'ziniki, polik bagaj solib qo'ydik. Bu prosta zo'r turgan ekanda, akkuratni mingan ayol kishi mingan mashina. Kraskasi qanday bunaqa? Top-toza, tomchi yo'q. 33 ming yurganmi? Orqalariga tanirovka urilgan ekan, tayyor. Buni qanchaga beramiz? Bokovoy knopkasi ham bor buni. Bormidi? Buni ikkalasida yo'q, bunda bor. Mana do'stlar. Abzam bir kishi qo'layapani keling, mana bu yoq. Mana shu odamga mashina surkib 99 lik 480. Haqiqatni ayting, yolg'on gapirmang, yolg'on gapirmang. Aloqasi qo'yasizlar. 90 lik 483 0740. Men nomerimni yozing. 99 lik 483 0740. O'zim nomerim. 99 lik 483 0740. O'zimning nomerim.
Mana bu tog'aga bir oylar bo'ldimi? Ha. Shunaqa. 23 oq sotganman. 23 oq. Mana hozir jiyaniga yana mashina qarab yuribdi, kelyapti. Faqat qora kerak, qora yo'q-da menda. Ama qaytarib ketdimi deb o'ylab. Yo'q, qayt. Do'st oshnomiz biz. Nech pulga oldingiz? Nima mashina oldingiz? Mashina olsam shu yoqda oldiga kelaman. Nech pulga nima mashina oldingiz? 14600 ga Mazda tashdi mashina oldim. 23 oq, 23. stok holatda. Hech narsasi yo'q. Diaspas hech narsa. Ha, shunday. Trabegi kichkina. Aybi yo'q, xudo xolasa, zo'r ekan. Zo'r, toza. Bu ham masalan mashina olishda injiq odam. Aha. Injiq odam bilasizlar, mana tekshirib kuchli qilib oladi. Shunday. Mana aytayotgan fikri. Mashina Shu yoshiga kelib shu gapni yolg'on gapirmasa kerak. To'g'ri. Ma endi full navorotligiga o'tamiz. Propan gaz. Oq. Propan gazi ham bor, ha? Ha. Gaz. ABS. ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Qo'shimcha ventilyatori ham bor. Qo'shimcha ventilyatori ham bor bu. Aha. Amerikankalar bor ekan. Ha, pod original bu. Padarginal, ha? Ha. Pod original. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi ham top-toza. Top-toza. Mana tonirovka ruxsati 10 oy ruxsati bor. To'g'ri. Ha. 10 oy maza qilsa bo'ladi. Ha, bemalol. Qo'l polik. Mana ruli original Malibu rul. Ha, original. Ha, bu Barimizchi. bariga original koja qilib tiktirgan o'zi. Masalan, original deb sotib bersam ham bo'ladimi? Bo'ladi, egadan qo'yilgan, to'g'ri. Egadan qo'yilgan, men qo'ymaganman. Polik, chiqol. Chiqol poligi bor, endi sal qora qo'ymagan ekanda shu chiqolini. Yangi qo'ygan ekan, shunga teginganim yo'q mana. Shunday. Tapetga chiqoli ham bor ekan. Ha. Yurgani qancha edi Rustam aka? Buni yurgani 31 ming. 31 ming yurgan. Ha, mana ideal sostoyaniyada. Gazi. Gaz. Propan. Hech pul qilib beraveray shuni. 4 ta balon yangi. 2000 yurgan, ya yursa. Bo'lmasa yurmagan. Qancha qo'yamiz buni aka? 14300 kesin beraver. 14300 ga. Solishtirsin-da navorotlarni. Ha. Mana 13800, 33 ming yurgan, 31 ming yurgan. Tonirovka bor, Malibu rul, Malibu bar, bor. Rul original. Aha. Svet osvesheniyalar qilingan, chixol poligi bor, propan gazi bor. Nech pul? $1200 raznisasi bor bunun bilan. Bundan. Bu puli yumshoq olingan, yumshoq sotib yuboramiz. Kraska, probeglarga Javob javob beramizmi? Javob, hammasiga javob beraman. Bemalol tekshirib olaversin. Kesin. Mana tamam. Masalan, ishonchsizlik bo'lyapti-da, bir xillar ko'rib beramiz, chaqir deydi. Men to'layman, ayb chiqsa deydi. Kelgandan keyin qochib ketadi to'lamasdan, ayb topib bersa. To'g'ri. O'shaning uchun aziz muxlislar, mendan oldin $100 pulni olib olinglar. Menga zaklat emas, men sizlarga berib qo'yay. Tekshirib bo'lgandan keyin sanaymiz keyin. Ha, tushunarli. Tushundingizmi? Tekshirgandan ham pulni o'zingiz to'laysiz agar bu narsa. Oldindan berib qo'yaman, keyin chaqirsin ustani. Keyin chaqirsin. Gap yo'q aka. Ko'ngilni to'q qilib chaqirsin. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi, вообще. Buni ko'rsatdik, bu o'sha o'tgan safargi. Stalnoy Ha, avtomat, ha? yevro. Bunimiz qancha edi aka? 7200. 7200 yili. Bu 2014 bir qol mingan lekin shu vaqtgacha. 2014 ekan do'stlar. Stalnoy. Yurgani qancha bo'lgan aka? 312 ming yurgan ko'p. 212 ming qo'shimcha ventilyatorlar ham bor ekan. Biz ABS ekan lekin. Ha, hafta ichida kelmaysizda siz Malibu bir sotdim 9200 ga. 9200 ga Malibu bor. 230 ming yurgan edi, 3 ta joyda kirasiz. Yo'q, avtoma. Propan gaz. Ha. Kecha ana Cobalt'ni sotdim. Oq avtomat. Ha. 24. 24 qancha ketdi aka? 11700. Uni ham chiqaruvdik adashmasam. Chiqaruvdik 11700 mi? Beri var, metan gazi ham bor. 11,5 ming yurgan. Orqa bagajda kraskasi bormi? Shundaymi? Yo'q, tomchi kraska yo'q. Top toza, ha? Ha. Mana mexanika. Nechinchi yil Rustam aka bu? 20-yil. 20-yil mexanika do'stlar. 105 ming yurgan ekan lekin.
Pol, polik. Aytasizmi narxini? 9800 dollar. Bu egadan mana. Batur Ha, Musayev. egadanmi? Hamishaga haligi qilib oldik-ku egadan chiqarishga. 20-yil 105 ming yurgan va akaniki 9800. mexaniki. Nomerini yozib oling. O'rtoqlar, telefon nomerlari 93lik 567 9000 ga aloqa chiqaverasizlar 20-yil. Kraskasi top-toza. Kraskasi toza ekan. 105 ming yurgan. To'g'ri. Ko'ring aka bizlardan. 19.50 turibdi. Onu aytdim-ku, minib chiqib ketib qolaveradi-da. Ha. Joyda turmaydi. Ha. Endi uni boshqa mashinasi ham yo'q-da, buni sotib siraz boshqa olib olish kerak. Ha, tushunarli. Mana bu nechi pul ekan aka, so'rab qo'ymangizmi? Nechi 23 idan? Darkman bulut. Texpasport 24. Qancha yurgan edi? Nechi pul so'rayapsiz? 13.100. Mana puli yengil 23 so'raganlarga Dartmon Blue egadan to'g'ridan to'g'ri. Avtomatmi bu? Avtomat, bez magnitofon chiqqani. Avtomat bezlik ekan. Ha, bezlik. Metani bormi? Metani ham bor ekan. 4-chi. Ha, Bakaley. 19.100 yurgan, 24 texpasport ekan. Bezlik. 13.000 mi? Lyuki bor deb puli yengil deb o'tiribdim. Ha. 13.100. 23. Egani o'zidan Primoz. 99lik 052 65 11 ga aloqa chiqib qo'yaverasiz. Xuddi shunday. Qiziq bo'lsa. Nima savollar bor? Savol ko'pchilik aldanib qolyapti kraska bo'yicha. Nima qilamiz aka? Qanaqa maslahat beramiz? Birinchidan aldanib qolsa o'zini aybdor bilsin. O'zini. Xo'p. Chunki ustaga tekshirtirmaydi. Ko'pchilik Labzga ishonadi. Aha. Hozir hech kimga ishonish kerak emas. Meni fikrim, men oldin u fikrda emas edim, bozorga chiqib shu fikrga keldim. Masalan, 10 minglik mashinalarda misqollab yig'adi, pul topish oson emas Botur Musayev. To'g'risida, tembolani taks qilib, bank qilaman, bu qilaman, men ularga to'g'ri maslahat beraman. Avvalasi olma, bitta mashinadan pul topadigan bo'lsang, bank olma, baraka topib ko'r. Boshqa daromading bo'lsa ol. To'g'ri, issiqjon. Baribir kasal. O'zlari shuncha pul topadi-da, ustaga pul bergisi kelmaydi-da. Tekshirtirib olishga. Endi ko'pchilik ustani ham sotib olyapti aka. Ko'ryapsiz. Ustani sotib oladigan bo'lsa, mana men nimaga aytyapman? Meni o kommentariyada so'kib yozdinglar, 800 mingga tekshirib beradi desam. U meni oshna og'aynim, do'stim emas meni u. O'sha yigitlar o'zini men guvohi bo'lganman, tog'asini o'g'liga yon bosmagan. Ular faqat haqiqatni Haqiqatga. yo'q, sotilmaydi. 1 so'mga ham sotilmaydi. Nima bersangiz sotilmaydi. Vobshe. To'g'risini aytadi. Ana o'shalarga tekshirtirsin. To'g'ri. Ha? Tekshirtirsin. Ko'rib beramiz jamoasi. Hozir olib beramiz ham bir balo ochgan ekan ular. O'zlari kelib javob beradi. Ular kameraga olasiz ularni. Ha, kameraga polni. Ular javob beradi. Agar aybi bor mashinasizlikka olib berib qo'ysa, sizga dokazati bilan qilib beryapti ular. Fakt ish qilyapti. Yolg'on ish qilmayapti. To'g'ri, menga ham keladi. Mana shu bugun ertalab ham bo'ldi. Bunday qilyapti. Ketdi yetalab klient. Shunday. Men o'sha ustaga mana shu mashinani 13800 dedim-mi? Masalan, beraveram 13800. Unga $100 berib 14 mingga sotsam ham bo'ladi. Chunki uni ustoz sotilib bo'lindi. Ustoz sotib bo'linganda. Ha, $100 chiqarasiz, men yana $100 qiymatiga sotaman. Shunday. Men kerak emas. Menga agar $100 so'ragan odam bo'lsa, men sotaman uni. Men ishlaydigan shunday xiyonat qilyapti deyman. Ochiq o'yin qilish kerak-da, ochiq. Kerak emas. Kattani ochib o'ynash kerak. Agar men ham tekshirtirib oladigan ustam bor xohlasa, bormi? u kishi $50 ga ko'radi. Men o'zim endi $50 emas, to'g'risi u kishi bilan dogovorim har bir mashinaga 400 mingdan berib men tekshirib olaman.
Sababi men postoyanniy klientman. Tekshirtirib olasiz ham mashinani. 400 ming so'm beraman. Men o'zim ham bilaman kraska-miraskasini. Faqat mana detal almashgan joyi, mana bunaqa ulangan bir joylar chiqib qoladigan bo'lsa, men ham ojizman to'g'risi. Zo'r tushunmayman u tomonlarni. U kishi ham garantiya berib olib beradi menga. Javob beradi. Original hoji qori u, haligi samopal emas. Yolg'on gapirmaydi, Xudodan qo'rqadi, sotilmaydi. Xohlasa o'sha odamga tekshirtirsin, mana shu bozorda yuradi. Ha, bo'ldi. Sotilmaydigan. Arzonroq tekshirtiraman desa. Lekin ko'rib beramiz jamoasi endi bu вообще apparaturasi boshqachada. Ularni Universal yondashadi, to'g'rimi shiga? вообще gap yo'q, qoyil qolaman men. Agar pirabegini shunaqalarni topyapti, haligi hozir ko'rsatmaydigan qilib ham qaytarayotgan ekan-ku. Bor ekan. Chiqmaydi. Shunday. O'shalarni ham boshqa joylaridan topib beryapti. Pulini halollab olyapti. Haqiqat halollab olyapti. O'shaning uchun tungi 11-12 da ham dami yo'q, ular mashina ko'rib yurgan bular. Va Instagramda ko'ramizda, hali piramoylar qiladi. Shunday. Bu joylarda mashina ko'rib yurgan bular. Yani nima savollar bor muxlislardan? Ishonchli bo'lsa yaxshi bo'ladi aka. İshonchli bo'lish uchun avvalasi tushib qolmasligi uchun o'zingiz aybdor bo'lib qolmangda, yaxshi usto bilan keling. Mana bankka aldanib qolayotganlar bor, bizni asabni buzayotganlar bor. Ana eshikdagida hammasi emas, bor bir 3-4 tasi eshikdagida ushlab oladi aka, bankka beraman, unaqa buni. Shunday. Faqat puli yengil mashinaga sudraydida. Qanaqa bo'ladi puli yengildiki? Arzonroq chiqadimi? Arzonroq chiqib o'ziga ko'proq foyda qilsa kerak-da. Lekin puli yengil mashina ham ishi bor mashinada. Ha, shunday. Faqat shu bir kiralar urilgan, eshik almashgan shunaqa puli yengil bo'lsa bo'ldi. Men nega unda bir jahlim chiqib aytdim-ku, kraskasi bor mashinani oltinglar olaman. Kraskasi bor mashina puli yana 23 ni hozir men 13 ming qo'yib qo'yay. 3 ta detali bo'yalgan bo'lmaydimi? Almashin. O'sha mashin birinchilardan sotilib ketadi. Tezroq sotilib ketadi. Chunki boyagi $1000, $1,500 puli bilan keladida, men senga chiqarib beraman, bu bunaqa deydi, tasvir qilib o'tkazib yuboradi. Juda tez sotiladi. Arzon bo'lsa bo'ldi, bankka yomon tez sotiladi. Kraskasi toza yurmovchilar bosh to'lovi qanaqa bo'ladi hozir? Mana shu mashinalar menimcha 1800 lar bilan chiqib ketadi. 1800 atrof. Top toza, halol. Pirabegi ham hamma joyi halol mashina. Shunday. Plus bonusiga gazi yo'q-ku buni. Gazi yo'q, ha? Cheres bank oladigan bo'lsa, texpasportiga gaz qo'yib ham o'tkazib yuboramiz. Xullas imkoniyatlari bor. Bu internetda aytmaydigan yordamlarimiz ham bor. Qilib beraveramiz, ha? Qilib beraveramiz. Dollar kelaverasizlar. Men Lyuboy bilan kelishaman. Men bilan kelishmaydigan odamning o'zi yo'q. Nomeringizni eslatib qo'ying. 99lik 483 0740 24 ga 7. Agar uxlab qolmasam ko'taraman. Allohga chiqarasiz. Sizga ham omad, sog' bo'ling. Podpiska, laykni bosinglar. Shunday erinasizlar, shunday bosib yuboringlar. Bo'ldi.